Bugun shanba bo'lishiga qaramasdan tomir xirurglari bu pajar, ya'ni pajarniklarga o'xshaydi. Qayerdadir biron narsa yonib qolsa, buni biz doim to'xtatishga, ya'ni srochniy holatlarga kerak bo'lib qolamiz. Mana bugun ham biz bir boshqa klinikada bemorda oyoqlaridan tromb ko'chib, yurak orqali o'pka arteriyasiga tiqilgan. Bu holat mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu turgan narsa, mana shu o'pka arteriyasi, mana bu yurakdan o'tib o'pka arteriyasini to'liq bekitib qo'ygan. Bu bir tarafi. Hozir mana ikkinchi tarafini ko'ramiz. Ikkinchi tarafi mana, ikkinchi tarafida ham mana 90% ga bekitgan bu tromblar. Hozir mana shu tromblarni biz kateter orqali kesmasdan yuragi orqali o'tib, o'sha o'pka arteriyalaridan hammasidan olib chiqamiz. Maxsus mana shu kateterimizni hozir ko'tarib yo'lga tushamiz va chunki yana bir bemor hozir boshqa shifoxonadan hazard qo'ng'iroq bo'ldi. Bu bemorda ham o'tkir, juda aortasi yorilgan, parcha-parcha bo'lib yotibdi aorta. Srochniy tezda operatsiya qilmasa, bu bemorimizning hayoti ham xavf ostida. Ya'ni bu bemor birinchi sutkada ketib qolishi, bemorni yo'qotib qo'yish xavfimiz juda yuqori. Mana bitta kasalimizni tromblarni olib tashladik. Ahvoli juda ham yaxshi, o'zgardi. Saturatsiya kislorodsiz уже 90 dan ziyod yaxshi ushlab turibdi. Endi keyingi bemorimiz boyagi aortaning disseksiyasi qatlanib ketgan, juda ham yomon ahvolda. Hozir uni ham qilib qo'yamiz. Mana oxirgi o'sha yorilgan, qatlangan aortani qatlanganini ham operatsiya qilib qo'ydik.